Abi, 4 xonali birinchi qavat, oldi orqa огородlari bor. Sizga mos uy topib qo'ydim. Narxi ham juda ham yumshoq. 98 ming boshlang'ich narx albatta kelishtirib beriladi. Uyimizning remonti toza, ozoda, fayzli uy ekan. 98 ming boshlang'ich narxda uy egalari so'rashyapti. Qarang, manzil Yunusobod 16-kvartal, liniya metro. Targoviy kompleks, maktab, bog'cha, umuman muammosi yo'q. Qarang, asosiy podyezddan kirganimizda bizda kattagina prikoshka bor. Prikoshka mebellarimiz mavjud. Keling, mana shu o'ng tarafdan boshlaymiz. Birinchi spalni xonamiz bo'ladi. 520 uzunligida, enigi 2,5 metr uzunligida bo'ladi. Hop, bu yoq tarafimizda bizda ikkinchi xonamiz, bu o'sha bolalar yotoqxonasi bo'ladi. Orqasida ham огород, oldida ham огород, naveslari ham bor. Hop, bu yog'imizda o'sha katta spalni. 3,5 ga 5,5 metr. Konditsionerlari mavjud. Oldi orqa reshotkalari bor. Детский площадка, avtoparkovkalar mavjud. Hop, 4-xonamizda bizda zalimiz bo'ladi. Endi zalda освещение mana обойлari sal темный bo'lganiga темный bo'libdi yoki lyustrani ana освещение kuchlisini taqsangiz chiroyli bo'ladi. Sanuzellarimiz bizda alohida mana. Bu yog'imizda bizda hojatxona, kafellar yaxshi holatda turibdi. Bu yog'imizda esa bizda hammom. Shu bilan biz oshxonaga kiramiz. Oshxona bilan balkon oraliq ochilgan, uzunasiga встроенный kuxnya garnituri, холодильниклari bu yoqda, gaz plita, duxovkalar hamma narsa ishlaydigan holat. Balkonimiz 2 ga 6 katta balkon. Mana qarang-da. Oldi taraf огород. Naves, polni, bemalol mashinani olib kirsangiz bo'ladi. Lokatsiyasiga narxiga zo'r, uyimiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Birinchi qavatdan 4 xonali uy izlayotgan tanish-bishlaringizga samolyotda shunday jo'natib yuborasiz.